Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Bilaman, mana shu bizga ko'rsatayotgan chiroyli, fayzli xonadonlar olgisi kelyapti, lekin hozir ololmayapsiz. Nimaligini bilasizmi, sababini? Bilmasangiz kerak menimcha. Buni men bilaman. Bizani mana shu qilayotgan obzorlarimizga qip-qizil laykni bosmayapsiz-da, bossangiz biza duoni qilaveramiz, inshaalloh Alloh sizga yetkazib qo'yadi. Bitta laykni qizartirib qo'yib do'stlar, yuborib qo'ying. Biza ko'rsatamiz. Kirish qismashdan boshlanadi. Yashnobod rayoni, Uzbumda joylashgan. Skverga bilasizmi, где-то mashinada 5 minutda soatga qarab turasiz, yetib olasiz. Juda ham chiroyli, fayzli xonadon. Qarang, mabitlarni polni skritchi shkaflar qilingan, katta yo'l yuziga qaragan, lokatsiya ideal. Kelinglar. Spalniyadan boshlaymiz. Birinchi spalniyamizga qarang. Ozgincha ko'si bor, lekin u barcha sezilarli darajada emas, chunki remont juda ham idealni qilingan. Shu joyga moslab juda zo'r chiqqan. Qarang, spalniyamiz ham juda ham katta, keng, yorug', shinam qilingan. Va qiziqarli tomoni bu yerda balkonimiz ham bor azizlar. Qarang. Balkonni qarang. Bitta mana bitta ko'rib oringlar, qarang. Juda ham go'zal, a. Kechki salqinda tomosha qilib, ko'chani maza qilsangiz bo'ladi. Farzandlaringiz maza qilib yashaydi inshaalloh bu joyda. Faqat zal bilan oshxonamiz smeshni, kelinglar, mana o'tiradigan zona bular hammasi Turkiya qilingan. Bu yerda 6 ta stol, stul, bu yerda mягкий zona, televizorlar, hammasi qilingan. Azizlar, mana bu joyga eshik qo'yib beramiz. Ana hozir chiqqan lof eshikdan qo'yib beramiz. Alohida bo'ladi zal bilan oshxonamiz. Oshxona kichikroq bo'ladi, lekin ovqat qilganingizda hech qanaqa chiqmaydi. Hoffman texnikalari hozir zamonaviy Evrostilda qilingan. Oynani oldi, mana bu rakovina idishda yurganda ham ayollarimiz tomosha qilib ko'chani maza qilishadi. Yevropa, Manhattan bo'yi yotibdi. Mana bu kattaroq shkaf ochuvjoq qilingan, bu yerda kattagina xolodilnik ketadi. Zalimizni kirish qismiga ham mana bu joyga ham sizlarga eshik qilib beramiz. Hozir mana shu qoldi, buni ham qilib beramiz. Va qarang, kirganimizda kattagina koridor, ranglar, aboylar, kartinkalar, har bir detal bir-biriga juda ham mos qilib tanlangan. Endi bu yoqni ko'rib chiqamiz. Kattalar spanisi, ota-onalar yoki yosh kelin-kuyovlar uchun ayni mudda o'zini sanuziliga ega. Kafillarga e'tibor bersangiz ham bo'ladi. Juda ham chiroyli kafillar qilingan. Bu yog'imizni bitta baho bersangiz bo'ladi. Qarang. Ranglar zo'r tanlangan. Menga juda ham yoqdi to'g'risi. Hamma narsa qarang bor, tayyor. Konditsioner, shkaflar, pisminniy stol, televizor tayyor, tupli polgacha qilib qo'yishgan. Shkaflarimiz ham idealni. Endi detski xonani ko'rib chiqamiz. Detski xonani go'zalligiga e'tibor bersangiz bo'ladi, qarang. 2 xil ayucha qo'yganmiz, xudo xolasa bolalaringizga sovg'a qilib beramiz. Buni ham dekor, pekor, hamma narsa bor. Bu bitta xona, mana shu gulxo'y xona bo'lgan, lekin 2 ta oyna qilingan. Chunki havo kirib chiqdi bo'ladi, toza havo bo'ladi. Bu yoqda yana bitta sanuzilimiz bor. Общий bu xonadonda 2 ta sanuzil. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Aziz obunachilar, bu xonamiz, bu kvartiramiz srochni sotilyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, 145 ming, 96 kvadrat 4 xona uyimizda razdelniy. Yanada qiziqroq, to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar shunaqa kvartira qarayotgan o'zingiz yoki yaqinlaringiz bo'lsa, maksimal shu uyimizni tarqib qo'yishni biz xursand bo'lib qolamiz. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin, sog' bo'linglar. Hammalarni yaxshi ko'raman. Ko'rishganda ko'rishguncha xayr.